Mirzo Ulug'bek tumani 205-maktabga keldik. Xudo xohlasa, o'quvchilar imtihon qilib taqdirlab ketamiz. Qani ketdik. Qizlar yaxshimisizlar? Ingliz tilini bilasizlarmi? Osonroq savol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, kichikroq savolimiz bor. How to say biz O'zbekistonni rivojlantirishimiz kerak. Bilmadingizmi? Okay. Bo'l, o'tiravering. Ingliz tilini bilasizmi? Men shu maktabda o'qiyman. Belki sen şaka. Shu yerda o'qiysizlarmi? Ingliz tilini bilasizmi? Yo'q. Osonroq savol beraman. Topsangiz to'g'ri bor. Bo'ladimi? Menga bering. Okay. I study in this school. Yes, you're right. This is for you. Ingliz tilidan savol beraman. Agar to'g'ri topsangiz, kichikroq sovg'amiz bor. Ingliz tilini bilasizlarmi? Bo'ldi. Agar javob bersangiz, kichikroq sovg'amiz bor. Bo'ladimi? Okay, how to say men voleybol o'ynashni yaxshi ko'raman. I love play volleyball. Ready? Okay. Describe your school. So I think our school is really good. I like all subjects. I like all teachers. I think the teachers are explaining the topics really good. So I like our school. It's really big. Oh, thank you. Wow. Thank you so much. Ben kendisini bilardim. Xo'p, karsiyani bilasizmi? Xo'p, men karsiyani bilmayman. O'zbekcha savol beraman, koreys tilida tarjima qilib berasiz. Okay, xo'p. Koreys tilida O'zbekistonning eng chiroyli shaharlarini tasvirlab bera olasizmi? 우리 우즈벡에는 타슈켄트 속에서도 좀 많은 이렇게 아름다운 도시들 건물들을 볼 수 있는데 O'zim tushunmadim, lekin yaxshi gapirdingiz. Tushunganlar izohlar yozib ketasizlar. Bu sizga ochayman. Rahmat. Yigitimizdan so'rab ko'ramiz. What do you do in your free time? In my free time, I do sport and I read a lot of books. So I have a best friend. His name is Muhammad John. I do sport with him in my free time. Alright, this is for you. Okay. Oh, thank you. Chiroqsiz o'quvchilarimiz bor ekan. Alaykum assalom. Rahmat. Xo'p, ingliz tilini kim yaxshi biladi? Okay. How to say bugun maktabda tadbirimiz bor. Today our school have one party. Alright. Tomoshabinlardan ko'ramiz. Ready? Yes. Okay. Come on, describe it. My favorite animal is a jaguar. A lot of meat and he very fast. Maktabdagi ilm yo'lida azizlar, endi 205-maktab o'quvchilari bilan birgalikda ko'rsatib ekanmiz. Faoliyatimizni asrash bo'yicha ozgina o'zimiz qisamiz qo'shamiz. Bo'ldi, ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bolalar almashamiz, keling. Xo'p, bitta almashamiz. Keling siz. Maktabni yigitlarga gap yo'q. Mana biz ancha yordam berishdi. Azizlar, an'anaga muvofiq qardosh xalqlarimiz bo'lgan Turkmaniston, O'zbekiston, Qozoq, Qirg'iz hamda Tojik millatlarini hamdo'stligi sifatida ushbu ramziy suratimizni olib ketamiz. O'zbek, Turkman, Qozoq, Qirg'iz, Qoraqalpoq, Tojik. Biz hammamiz aka-ukalarmiz.